Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. O'zbekiston xalq yozuvchisi, jamoat arbobi O'tkir Hoshimovning 85 yiliga bag'ishlanadi bibliografik sharh. O'tkir Hoshimov, qalbingga quloq sol. Toshkentda Nurli dunyo nashriyoti tomonidan 2024-yilda 160 betdan iborat bo'lib nashr etildi. O'tkir Hoshimovning Qalbingga quloq sol asari uning eng sara asarlaridan biridir. Qalbingga quloq sol qissasidagi Yodgor va Charosning quvonchu iztiroblari, yosh Dilfuzaning o'limi kitobxonlar qalblarini larzaga soladi. O'tkir Hoshimovning yana bir asari 2x2 5 Toshkentda Nurli dunyo nashriyotida 2024-yilda 224 betdan iborat bo'lib nashr etildi. 2x2 5 qissasi hajviy qissa. Unda Shodivoy va Qo'shoqvoyning beg'araz do'stligi. Shodivoyning dadasi Qo'shoqvoyni o'qishga kiritaman deb va'da beradi, lekin va'dasini bajarmaydi. Nima uchun, nima sababdan degan savollarga asarni o'qish mobaynida javob topasiz. Ushbu kitoblarni Yashnobod tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.